Zotan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytgan qaysi so'z yoki ular haqidagi qaysi hadis bu asrga to'g'ri kelmaydi. Habibimiz shunchalar to'g'ri aytganki, kishi jumlaning go'zalligiga maftun bo'ladi. Qalbini yorib ko'rdingizmi? Shunday payg'ambarning ummati bo'lganimiz bizning eng buyuk to'layimizdir. Niyati birovga loy chaplash bo'lgan odamni o'sha buzuq fikridan qaytara olmaysiz. Ularning og'zi xalta emas, osongina yirtib yuborsangiz. Bunday odamlar gapirishni yaxshi ko'radilar. Ayniqsa, o'zlarining noto'g'ri qarashlari bilan birovning aybini topishni yoqtiradilar. Ular hech narsani tushunishni xohlamaydi va hamma narsani o'zlari xohlagandek ko'rishadi. Shu narsani ham ta'kidlash joizki, bunday odamlarni o'zgartirish uchun qilgan barcha harakatlaringiz sizni faqatgina holdan toydiradi. Bundan tashqari, ularni shu holatda qabul qilib bo'lmaydi. Bu alohida masala. Sizni umuman boshqacha odam deb o'ylashni istagan, haqiqatni bilgan holda voqealarni o'zlari xohlagandek ko'rishni va faqat o'zlari ishonmoqchi bo'lgan narsadan chetga chiqmaslikni xohlaydigan odamlarga nimani isbotlaysiz? Sa'y-harakatlaringiz behuda ketishini xohlamaysizmi? Buning yechimi oddiy. Bunday odamlarni hayotingizdan chiqarib tashlaysiz va ularni o'zingizdan uzoqlashtirasiz. Sizni mensimaydiganlarga ko'r, eshitishni istamaydiganlarga kar, sevmaydiganlarga yuraksiz bo'ling. Shunisi a'lo. O'zingiz tushunib yetasiz.